Rossiyadan keldim. İbi canım bacham 10 yil deganda Rossiyadan keldi. O'zim aylanishsandan. Erkak o'g'lim o'zimni salchim. Ona dada prezim kelmadim. Keliniz bilan keldim. Assalomu alaykum. İbi o'yli kelin. Kelin dedimi? Bir keliniz emas, oyijon. Nabirangiz ham keldi. Abdumalik. Assalomu bobojon, bebijon. Nabirayız? O'zim-ku mayli, farzandimiz borligini nima uchun aytmagansiz ota-onangizga? Xotin zerikma, bir haftaga ko'nikadi bular. Dadajonisi qishloqda nechta qiz tanlab qo'yandim kelin etaman deb. Qanday bosh ko'tarib yuramiz? Yig'lama xotin. Bir haftaga men bu kelinchani gazini beraman, o'zi qochib ketadi. So'zlayman sana. Kelin! Ey, spalani qarang, shunday musor bo'lyotibdi. Sipirmaysizmi? Ibi ulay, 5 minut bo'ldik supurganimga. Ha, mangina o'yli odamlar kelin soat 4 dedi chiqadi, spalarni supuradi, choy qo'yadi, boshqa ishini etadi. Meniki faqat yotadi. Hammani o'yli. 5 minut bo'ldik o'zi supurganimga. Zerikma, bular inqilobda chidaymiz. Kelin choy nima bo'ldi? Mana oyijon ketiryapman. Hozir ovqatni ham olib kelaman. Shovuz so'zlayman. Voy dod, bu kelin meni zaharlamoqchi. Ibi onajon. Oha, yana nima bo'libdi? O'g'lim, kelin onang bilan meni zaharlab o'ldirmoqchi. Mana shu choydan ichib ko'r qani bitta. Yaxshi-ku. Ha, xotinjoning damlab keldi-da. Unda hammasini ichasan. Al bu choynaga. Ibi, kisamdagi pulni o'g'irlabdilarmi? Kim pulini o'g'irlagan bo'lsa? Dadasi, men ham tillarim joyida yo'q. Keliniz o'g'irlagan. Yuzdan ma'lumti, qo'l egirligi. Beli, men sizlarni yaxshi tushundim. Ketish kerakmi, ketamiz. Xotin yur oldima tush. Dadasi, bachamiz qani? Bacha yo'q sallaga. Jonim bacham kim yaxshi ko'rasiz? Bobomla bebimni. O jonim. Ha, donagidan mag'zi shirinmi? Navirasi borlar. Bitta like bosib ketaylik. Qaynona ayol, qaynona, narmasi tayyor.